Xitoy rejimi sobiq Markaziy komitet tashviqot bo'limining boshlig'ini atalmish Uyg'ur Avtonom rayonlik partiya komitetining doimiy a'zoligiga tayinladi. Beijing gazetining 31 dekabrdagi xabarda bildirilishicha, Xitoy Kommunist partiyasi Markaziy komiteti Wang Jianshinni atalmish Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik partiya komitetining doimiy a'zoligiga tayinlagan. Egilinishcha, Wang Jianshin 1972-yili Xunanda tug'ilgan bo'lib, Xitoy Xalq universiteti axborot kasbini bitirgan. Xabarda aytilishicha, Wang ilgari Xitoy Markaziy intizom tekshirish komiteti tashviqot bo'limi va davlat nazoratchilik komitetining boshliqligiga tayinlangan. Kommunist Xitoy doiralari Qinxay o'lkasi Shining shahriga joylashgan 600 yillik tarixga ega Dongguan masjidini chekib tuzlayotgan. 31 dekabr ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan sindi ko'rsatilishicha, hayvatlik uzun yillik tarixga ega masjid allburun chekib tuzlanib, uning o'rniga boshqa qurilish qilish tayyorligi boshlangan. Xitoy rejimi yillardan buyon Sharq Turkistonda ijro qilinayotgan islom dinini xitoylashtirish harakatining ta'siri keyincha Xuyzu musulmonlarga kengaygan. Xitoy doiralari boshda arablashishga qarshi turish nomida Tungan masjidlarining gumbaz va munorlarini chekayotgan yoki Xitoy uslubiga o'zgartgan edi. Amdilikda bo'lsa, masjidlarni ochiq-oshkora chekishga boshlagan. Belgiya hukumati Xitoydan kelgan yo'lovchilar aeroplanlarining axlatlarini tekshirish orqali Beijing doiralarining Xitoy virusi yuqumi to'g'risidagi sonliq ma'lumotlarining qanchalik to'g'ri ekanligini aniqlamoqchi bo'lgan. Covid vabosining boshlanish nuqtasi bo'lgan Xitoyda tadbirlar bo'shatilgandan keyin Beijingning e'lon qilingan yuqumlanuvchilarga doir sonliq ma'lumotlari gumon qo'zg'amoqda. Qirg'iziston davlat axborot agentligining xabar qilishicha, 29 dekabr Qirg'iziston prezidenti Japarov Qirg'iziston bilan O'zbekistonning chegara bekitish tartibini tamomlab bo'lganligini bildirgan. Lekin ikki davlatning qanday hujjat imzolaydiganligini oshkorlamagan. O'zbekiston vakili Abdulla Ariyov bo'lsa, O'zbekistonning O'zbekiston davlat chegarasini ayirish va bekitish kelishimi loyihasini kengaytirishni to'liq qaror qilganligini bildirgan. Qirg'iziston O'zbekiston davlat chegarasi 1300 kilometrdan oshadigan bo'lib, ikki davlat mustaqil bo'lgandan keyin chegara talash tortishni cho'riydigan to'qinishlar uzilmagan. Koreya prezidenti Yoon Song Yeol Amerika bilan Shimoliy Koreyaning yadro tahdidiga qarshi birlashma yadro manevri planlash va o'tkazish to'g'risida suhbatlashayotganligini e'lon qildi. Nurg'un davlatlar tarafidan Venezuelaning prezidenti deb e'tirof qilingan Juan Guaido rahbarligidagi vaqtli hukumat tarqitib etilgandan keyin prezident Nicolas Maduro davlatining Amerika bilan bo'lgan munosabatini normallashtirishga to'liq tayyor ekanligini e'lon qildi.